Assalamu alaykum qarindoshlar, hammalarning mushu vaqt xayrlik bo'lsin. Hammalarning kelayotgan ro'za hayitlarini oldin tabriklayman. İnşallah vatanimizdagi qarindoshlarimiz bilan birlikda ro'za hayitini birlikda o'tkazadigan kunlarni Alloh nasib qilsin deb Janob Allohdan buni tilayman. Qarindoshlar, bu videoni tortishimning sababi biz, ya'ni men o'zim uchun tortyapman. Ya'ni e, tarix so'zlash jarayonida va yoki haqiqiy tarixni o'tirib qo'yish jarayonida bu oturup koygan biz akademik usulda tarihte oturup bu jarayonida kılıvatkan işim benim. Uygurluğunu inkar kılışmı, Uygurluğunu yoktuşmu, bu meseleki bir kıskaça izahat verişini oturup koymakçı. Kardeşler, tarih bir ideolojiye işemez. Bunu aldı bilen yaxşı düşünülüşünü ümit kılımen. Yani bir tarihçi dünyanın nerede olsun, qayerda bo'lsin bir tarixiy bir narsa o'tirib qo'ygan vaqtda bu ideologiyalik bir narsadan o'tirib chiqmaydi. Bunun o'zi zaten ishning beshi xato bo'ldi. Tarix materialli yoki tarixiy manbalarni, ma'lum ideologiyalarni isbotlash uchun, ma'lum ideologiyalarni ko'zga ko'ritish uchun qilingan vaqtda bir qismini ko'rib, bir qismini ko'rmaslikka to'g'ri keldi. Bu vaqtda bu tarixchilik bo'lmaydi. U vaqtda bu ishning boshqa bir tarafiga aylanib ketadi. Biz bu yerda, ya'ni men bu yerda deyotgan narsa haqiqiy tarixni xalqimizning, millatimizning oldiga qo'yib, xalqimizning, millatimizdan yoshirilib qilingan, ko'rinmay qilingan yoki bilinmay qilingan narsani o'tirib chiqish kerak maqsad. Biz yolg'iz va yolg'iz 840 yildan keyingi yoki 744 yildan keyingi dunyoga paydo bo'lgan bir xalq bo'lmaganligimiz uchun va undan bu necha ming yillar burun yashab kelgan o'zimizniki tuproqlarda ve dünyanın her qaysi yerlerinde bir xalq bulup süpürülen bu tarixni haqiqiy bir şekilde akademik metodla oturup koyuş bu mening asosiy derdim bu. Sizler bunun karşı kelayotgan qarindoshlarga deydiganim buni sovuqqonlik bilan anglab beqishinglarni umid qilaman. Bu yerda Uyg'urlikni yo'qotish, Uyg'ur millatini yo'qotish degan bir narsa mavjud emas. Bu oxirgi 100 yillik bir tarixiy haqiqat bu, tarixiy amaliyot bu. Bunun 1921 yıldan keyingi Toshkent konferansiyadan keyingi mesele bu o'tirib ayrim bir deyilgan mesele. Ama bizim o tariximizin onun aldaki kısmını sözleş, onu günümüzdeki penceresinden röjigiden qarab, biz devattan meselelerini günümüzün ideolojik nesliga selip bu şekilde oylavarsan o vaxtda tarixdeki haqiqat bilan qarama qarshi kelib qolgan bo'lasizlar. Ama bu yerda foydasi yo'q, yani bu yerda qo'pib Uygurluğunu yok etmakçıken, Uygur milletini yok etmakçıken diginanlar bu bir intayin bir ahmakane bir narsa. Bu yer undaq bir narsa tilgimi elinigini yo'q, undaq bir narsa oturup qo'yilgani mi yo'q. Bu yerda bir tarix so'zini aytadi. Endi bu dunyoning hech bir yerida bu hayron qolarlik bir narsa emas, yani bu bizning tariximizni masalan milodidan burungi 2000 yillargacha olib borsak, bu jarayonda nurg'un qavmlar var bizning ichimizga kirgan, ichimizdan chiqqan, sirtimizga kirgan siyosiy nurg'un hokimiyatlar var. Bu masalan inglizce deyilganda, ruscha deyilganda yoki boshqa narsa deyilganda bu hayron qolarlik bir narsa emas. Buni Xitoylar bizga shu shaklda tangdi deb ba'zi narsalarni shu tanilgan shaklda o'ylab olsak, masalan shu Xitoylar Uyg'urlar ko'chib keldi deganga qarshi fikr ishlab chiqaramiz. Buning bizning masalamiz Xitoy, ya'ni bizning chiqish nuqtamiz Xitoylar bilan bo'lsa bo'lmaydi bu yerda. Biz dunyoning umumiy saviyasida, dunyoningki umumiy o'lchimida harakat elib berishimiz kerak. Shuna bu yerda qarg'ularcha bir hukm qilib, ya bundan Uyg'urlikni tangdi, Uyg'urlikni tandi, u undaq bo'ldi desanglar, buni bir mening shaxsan mening hech qanday asirishim yo'q. Tilasanglar tillaveringlar. Tanıganma ish yo'q, unidan voz kechganma ish yo'q, yani bu yerda. Ya tarix haqiqatni dunyoning akademik saviyasida ko'rib beqishga ehtiyojimiz bor bizning. Uyg'urlarning, ya'ni vatanimizdagi xalqimizning ve hammamizning tarixiy haqiqatni bilishga e, huquqimiz bor, yani bu yerda hech kimning fikr diktatorlik qilishiga bu yerga yo'l qo'yilmaydi buningda, yani. Akademik dünyani bokkulanmaydı qarindoshlar. Dünya akademik dünyası bir yerga egilib ketdi. Sizlar buni mening penceremden, mening ko'znikimdan ko'p, men deganda o'yla, men deganda de, mana desang hozirgi foydaliq, mana desang hozirgi ziyonliq. Sizlarning foydaliq, ziyonliq deyotgan masalalar nisbiy masala bu yerda. Nisbiy, yani. Sizlar bir ma'lum nuqtadan turib nisbiy o'ylayapsizlar masalani. Mutlaq emas-ki bu sizlar deyotgan foydaliq, ziyonliq masalasi. Ve onun için bunu günümüzde kırgınçılığa bağlap mani demekçi. Sizler neyim bilisizler neyim demekçi kelligimizni. Bu akademik dünyada
bulunayotgan eng tabiiy narsalarni Uyg'urcha dema, Uyg'urcha dema. Bu hamma tilda deyildi, biz nima Uyg'urcha demaymiz buni. Hamma tilning akademik dunyosida deyildi, biz nima buni Uyg'urcha demaymiz. Bizning xalqimizning bunga ehtiyoji yo'qmi? Haqiqatni bilishga ehtiyoji yo'qmi? Nima deb bu fikrni, bu bilimning ilgarilishini nima deb bo'g'isilar bu yerda? Bo'g'ib nima qilmoqchi yani? Dunyoda bu fikr diktatorligi Xitoylardan bu kadar ig'ir juqibdiki, sen ma'ni desang, mana Xitoylar shuni deydi-ku, sen ma'ni desang büyük devletning menfaatiga ziyon yetkazgan bo'lsa deb tutib so'laydi. Sizlar ham bu yerda farqli bir ish qilyapmaysizlar yani. Fikr diktatorluq qilyapsizlar qarshida. Ya'ni buni akademik nuqtadan kelsanglar bo'ldi masalan. Akademik nuqtadan sen o'tirib qolgan mana bu tarixiy manbaninki qarshisida mandaq bir tarixiy manba bor. Bu endi selishtirayli, buni deyishayli, akademik usulda talash tortish qilaylik desanglar bo'laverdi. Bunda hech qanday masala yo'q. Talash tortish qilamiz, ilmiy usulda o'tirib qo'yamiz. Bizni xatoligimizni e'tirof qilamiz, unda hech qanday masala yo'q. Ammo sen bunu desen, günümüzdeki kırgınçılıkka hizmet kılan bolsa, bu nima degan endi qiziqarli va trajikomik bir gap endi. Qanday xizmat qilgan bo'ladi bu yana shu buning qarshi turayotganlarninki penceresidan biz tarixni ko'rishni xohlamaymiz, biz tarixni anglashni xohlamaymiz deydigan kishilarning gapi. Yana birisiga ba'zi vaqtda anglab qoldim. Mao tarixchi manda qaraydi ekan, Mao tarixchi manda. Tarixchining qarashi olmaydi qarindoshlar. Tarixchi akademik metod asosan ilmiy manbalarni, birinchi qo'l manbalarni, bu yerda men birinchi qo'l manba, ikkinchi qo'l manba, ana manbalarni deb o'tdim oldin bu burungi qatimda. Bu yerda o günümüzdeki tədqiqat nəticələri mənbə olmaydı. Günümüz tədqiqat nəticələri bir referans qılınğan bir nəsə oldu. Mənbələr şu dövrün özüdən qalğan nəsələri mənbə deyimiz. Mesela Yarkent Xanlığı dövründən qalğan materiallarını Yarkent Xanlığı üçün mənbə oldu. Yarkent Xanlığıdan 100 yıl, 200 yıl keyin yazılğan nəsələr olsa bu ikinci qol mənbə oldu. Yarkent Xanlığı doğruluq günümüzdeki tədqiqatçıların yazğan nəsilləri bu tədqiqat nəticəsi akademik makale oldu bu. Akademik kitap buldu. Bu akademik kitapla akademik makaleler bu mənbə emas. Hem işqanda bir tarixçi men matarafdan qarayman, men matarafdan qarayman deb bir narsa mavjud olmaydi. Akademik tarixçi məsələyə mənbələrə əsas qılıb turub qaraydı bu yerdə özünün tədqiqat metodu var. Tədqiqat metoduga asasen bunu qaraydı. Şuna qarindaşlar bu bek konu yapıp kaldı bu. Uygurluğunu yok ettin, Uygurluk'a karşı çıktın, Uygur milleti karşı. Ya bu çürüyorlar bu geplerini. Akmaydı bu gep. Ya kim yok atmak için, kanday yok atmak için nerede uynak gep kılındı yani. Ya biz hakikaten real dünyanın real meselelerini sözleri devatımız. Günümüzde kanday hizmet kıldırmak için o ayrı mesele. Onu oturup siyasi noktadan oturup analiz kılsak buluyorlar mesele. Yani bu öyle töven seviyedeki yapıcı bu yani üzerlerine külgüsü kemmem de bu Uygurluk yok atmakçı. Şunun üzerine işine misile mesela mini Uygurluk yok atmakçı bu degen gepte üzerine işine misile. Bu ne degen kızıkarlık gep bu. Şu an arkadaşlar bu tarihçilikka bence millet buluş süptümüz bilen Şarkı Türkistanlıklar buluş süptümüz bilen bu mesleki sel qarsak bulmaydı bu mesleki. Başka kesip arkadaşlarım tavsiyem bu tarihin metodunu bilmeyi. Tarihin metodunu bilmeyi durup bu Mağmanda qaraydı, Mağmanda qaraydı, Mağmanda qaraydı. O öyle hissiyatı cümlelerini bunun için ekirişki bulmaydı bu yerda. Tarixte avval biz nime boğununu bilişimiz gerek, nime boğununu, qandaq jarayan etkinini bilişimiz gerek. Bunu dep ağzımdan ne çıkat deri düşüp ketdi hazır. Bununla biz ideologiyalik qarayanmaymiz tarixteki meselelerge. İdeologiyalik noktadan çıkıp qarsak hatalı işimiz. Şuna ideologiya yani bir tarafı qayrib etdi. Haqiqatni ko'rish uchun manbalarga qaraymiz. Manbalarning ichida deyilayotgan gaplarga qaraymiz. Shu yerda deyotgan narsalarni o'zining ilmiy metodologik usulida o'tirg'a qo'yamiz. Şuna bu soğukkanlık bilen muamele kılışımız gerek arkadaşlar. Bu kadar fanatik bir şekilde muamele kılış meseleye bizni doğru yolda elip bağmaydı, mümkün emas bağmaydı. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde ma devlet okuyan tarihçi manda qaraydiken, ma devlet okuyan tarihçi manda qaraydiken deb qaraydigan mesele yok. Bu şu devletlerinki akademik seviyesiga bağlıq narsa bu. Eğer akademik seviye, xalqaraviy seviyeye chiqqan vaqtida bu manbalar o'xshash bo'lgan muddatcha buningga bir odam boshqa xil, bir odam boshqa xil qaramaydi. Aniq bo'lmagan ba'zi masalalarga izohati farqli bo'lishi mumkin. Bu tarixchilik metodi bu yerda kirdi endi. Shunga masalaga qaraganda boshqa tarixning sirtidagi kesib o'qigan qarindoshlarning uqolmayotgan narsa tarixning metodologiyasini shu davrning shu jo'g'rafiyaning ichidagi narsalarga qarab bilan baho berib bo'lmaydi ba'zi yerlarda. Bir coğrafyadaki ma'lum masalani hal qilish uchun kengri coğrafyadagi boshqa masalalarga qarashga to'g'ri keladi. Biz buni cho'ng bir voqeaning boshqa voqealarni tizib ekilishi deymiz tarixiy davrda. Xuddi Chingizxonning chiqishi bilan
Yevropagacha bo'lgan bu necha yuz yillik, necha asrlik bir narsaniki davom qilishi o'xshash bir narsa. Bu natijani bir sababni, ya'ni bir natijaning sababini birlam yerdan izlagil bo'lmaydi o masalada. Kengri yerdan o'ylash kerak. Radikallikni tugutish kerak, kalladagi fikr radikalliklarini tugutish kerak. Buni etish kerak, kallani azroq etish kerak. Bu lampushkalarni, kalladagi lampushkalarni yondirish kerak azroq. Bu bilimge, ilimge karşı turuveliş. Bunundan ben bunu kömeymen, bunun lazım yok bana deyiş. Bu bizim milletimizge bence yaraşmaydı dep qarayman. Mayli qaysi ideologiyada bulunlar. Avval tarixni haqiqatini ko'ringlar. Yoqtirmasliginglar mumkin. Men sizlarni hammani yoqtiringlar demayman yani. Tarixni haqiqatini ko'ringlar. Ammo u sizlar yoqtirmasliginglar bu mening sababim emas yani. Tarix ish shunday bo'lgan bo'lsa, men qanday qilaman uningga? Ben uydurup olmayayım bir dersini. Yani ben şu yani ben halkımın aldığı çıkan bolsam tarih sözlep ben bunu akademik kimliğimden birinci olup ma üzerinden ki Allah ne ma bergen ögetkinini oturga koyayım dep çıkıyorum. Bu birinci mesele bu. Ben bu yerde sahtekarlık kılamayayım ki. Ben sahtekarlık kılsam, yalancılık kılıp bu nersini oturup koysam bu benim zaten ahlakı bu yaraşmaydigan bir nerse. İkinci noktada bu akademi dünyanın özüge has etik ve ahlakı buldu. Ben bu yer sahtekarlık kılıp bir nersini başka bir nerse özgertip, başka bir nerse özgertip sizden hoş kılış. Hoş kılsam bunun ne faydası var bunun ki? Bu şu heroin çeken adamın hareketi heroin çekip köyünü hoş kılıp kendini yeni kumar olduğuna okşaş bir nerse bu yerde benim ideologiyana oturup koyuverip adı şunun üstüdün ben bu şunu oynayayım ben bu şunun üstüdün tipime bu şu benim halkımı kutuldurgan nerse. Bu neyimgin ben namelum yanında bu işi. Yani çukum ve çukum bu bilimnin, ilimnin üstüdün buluş gerek ki bu meselede yani. O bir dersi oturup çıkan olsa bu doğru bir dersin üstünde oturup çıkan buluş mümkün. Buluş gerek yani. Hata bir dersin üstünden çıksa ne gibi aralaysın? Biz yalnız dünyada bizden yaşamayız ki yani. Dünyada bizden olsak ya, kuruvasak bulduk kaldığımızda. Okyanlarını biz yaratkan, planetlerini biz mandar ekip etken. Yaşavasanlar buldu. Dünya imperiyesini 16'ını kurgan, 28'ini Uygurlar kurgan. Yaşavasak buldu. Ama bu biz yaşamayız ki dünyada fakat. Buna ait ahmaklarına külkülük bir nerse oldu da bu başkalar var bizden başka dünyada bizden başkalar mı var yani. Biz bilmegenge dünyada bu bilinmeydiği şey olmaydı bu nerse. Şuna qarindaşlarım ben bu şu bilim, ilim, akademik metot noktası kendi soğukkanlıkka teklif kılmaya soğukkan bulunlar. Hayacanlanmalar. Unutuyorlar hayacanlı bir tıkan mesele yok bu yerde. Hayacanlanmayı soğukkan oylap yapmalar, anlap yapmalar, okumalar. Dünya bir yerge ketkende biz bu şeyde qilishimiz kerakmi? Bu joyimizni midirmay turishimiz kerakmi? Qanday qutulamiz bundan olsa bu zulmdan? Bu Xitoyning ishg'oliyatidan qanday qutulamiz? Nima orqali qutulamiz? Bir saxta bir ideologiyani yaratib, shuning ichiga kirib, shu yerda o'zimizni xo'sh qilib, buning ichida cho'glab chambirakdek bir-birimizni maqtab, bu qanday qutulamiz bu yerda unda bo'lsa? Sen real bo'lishimiz kerak, real. Tilasanlar, tilaveringlar. Men tarixni so'zlayvermayman, ya'ni u meni uni buni desak to'xtab qolgan o'xshaydi u tarix so'zlashdan. Mening majburiyatim bu yani. Qandoq tilasanlar mayli, hech qanday qo'rqishim yo'q. Zarra qadarmi parvoyim kelmaydi meni. Bu mening Alloh o'rgatgan narsani Allah bu şunçilik dersin övünüşke müyesser eyledi. Bunu sözleş, bunu düşündürüş. Ben Türkçe makale, İngiliz makale yazgan vaxtda kandak yazgan bolsam bunu. Hem de çıkıp halka bunu yetkiş mecburiyetim var mı? Bunu tosup kalanmayısıyla yani. Şuna kandak atılırsanlar meyli. Yani bir kızıkarlık neyse kitaptan ki mukavesini köz bana onu bunu dedi kendisiyle. Bu içini hiç bu konular şu. Şimdi ben mukavesini deplenmek kitap. Bu tarihçi oluş için bir kitapla mukavesi karıp oturmayız. İçin içip okuyumuz tarih kitabının adını bulduğun mesele bu yani. Şuna bu meni tılsanlar ya bir qanday qilsanglar buni jim qildiga o'xshaydi, jim qilmayman. Mana bilib qilinglar yani. Men tarixchiman. Umrimning oxirigacha bu akademik metodda bir fikr diktatorluğu yoki ideologiyaning ma'lum saplantisiga kirib olib men bundan yaltaymayman yani. Bunun qat'iy xotirjam bo'lsanglar bo'ldi yani. Xohlaganinglar ishtilaveringlar. Esirmayman yani. Tarixchilik metodi bo'yicha dünyanın tarihçilik metodu bu içeci bu. Uygurca tarihçilik metodu dediğin bir nesini asla kabul kılmayayım. Bunun bilip edinler. Kılıverme, yazıma, halkımı düşündürme, tınıkımın ahırı için. Bunu bilip kalınlar. Hemen Allah'a emanet.